Guruchliklik vakansiyasi so'raganlarga ish bor. Guruchliklik vakansiyasi smenalik bez объем, smenasiga 3300 rubldan. Undan tashqari yotoq, registratsiya, borib kelish mutlaqo tekin. Ish faqat nochnoy smenada Moskovskiy oblast, город Xolmogoriyada joylashgan. Ya'ni Moskovskiy oblast patent bo'lishi shart. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan Moskovskiy oblast patenti bor akalarimiz ekrandagi nomerlarimizga tezroq aloqaga chiqinglar. Attiga 20 dona vakansiyamiz bor. Bu degani 3300 smenasi kunlik yoziladi. Ishga chiqqan kuningiz yozilib ketaveradi. Ish nochnoy smenada, Ashan skalatida. Aynan mana shunga o'xshash ish jarayonlari, lekin bu skalat emas. Ashan skalati. Faqat ish jarayonini nimaligidan iboratligini ko'rsatish maqsadida bu videoni qo'yapman. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Qolgan ma'lumotlar ekrandagi nomerlar turibdi. Hoziroq aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalarni tashab berishadi. Tezda borib 20 ta odam kerak xolos. O'zingizlar borib joylashishingiz mumkin. Albatta, videoga like bosishni unutmanglar. Borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlovda adashmang.